Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari, akalar, mana bunaqa naq bo'g'oz 50 ta hisori tozalaridan yetib kelgan Abbosxon akamiz xonadoniga kelganmiz akalar. Mana hammasi yetik bo'g'oz ekan. Akalar mana yerlar osilib 1 kun 2 kun ichida tug'ib beradigan variantlari ham bor ekan ichida. Uzog'i 1 oygacha tug'adi hammasi deyaptilar aka. Akalar kimga mana shunaqa hisori toza nasldor yirik gigant sog'liqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'g'oz variantidan mana kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Abbos akamning xonadoniga yetib kelganmiz, ma'lumotlarini qoldiramiz. Aka bilan aloqaga chiqib kelishaverasizlar. Mana akalar. Hammasi gigant narsalar ekan. Akalar, syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib borilyapti. Mana. Jonivorlar. Oldindan bir obdam ko'rsatib qo'yaylik deb sizlarga mana aqabaqa yurgizib ko'rsatyapmiz. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i yaxshi ekan. 90 kilo Veslari ham o'sha 90 kilo atrofida qo'ylar ekan. Bo'g'oz sog'liqlar. Akalar yo'qsa mana. Assalomu alaykum Abbos aka. Alaykum assalom. Sizga sog'ligingiz yaxshimi? Zo'msiz? Mana shu Abbosxon akamizni qo'ralariga kelganmiz akalar. Kelarasizlar, yaxshisi kelgan mana. Abbosxon aka yo'qsa Ular ham damini oladi, bularni yonida. bularni bir qator yo'qsa ma'lumotlarni aytib o'tamiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa keyin aloqaga chiqaverasizlar. Abbosxon aka bularning soni nechta ekan? Soni 11 ta Nodirbek. 11 dona. Bo'g'ozligi qanaqa bular? Sori. Yoshlari qo'zidan 8 tishgacha. 3-4 qorin ekan, ha? Birinchi qorindan 4 qoringacha. Toza simjullari bor ekan mana akalar. Nodirbek mana shu qo'ylarni gazini ko'rsatib qo'yamiz. Obudan chiqadi. Jonivor uzun narsa ekan akalar. Hozir endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Kelib ko'rib olaverasizlar akalar. Qo'ylar haqiqiy gigant so'roqlar ekan. Yaqinlari ham bor, mana bu qarshi qo'zi Nodirbek. Qo'zimi shunisi aka? Bu ham 90 chiqib qoladi shiliga aka mana shuni, ha? Atrofida bor, ha. Bo'ldi Abbosxon aka, yo'qolsam bo'ladi. Hozir to'xtatib qo'yma Nodirbek. Mana maydonda qasi ham bor. Turmaydi turg'unlari, bilmaydi. Ha, jonivor. Bu joyda endi aniq demaymiz, ikkizakka o'xshayapti qo'ylar. Jon qoni katta bo'lib qopti osilib, mana ko'rinyaptimi mana. Bir hafta yo'q bu yoqda xudo xolasi turib beradi akalar. Chiqmaganda hali. Qachon yetib keldi Abbosxon aka bular? Kechasi soat 12 da yetib kelgan, 11:30 mana. Kechqurun 12 yetib kelgan ekan, charchoq chiqmagan deyapti. Hammasi yaxshi ekanmi yeb-ichishlari? Yeb-ichish zo'r ekan. Oyoq qo'llari ham yaxshi ekan. Lekin yeb-ichishlari Yaxshi ekan, ha? sog'lig'i zo'r, jonivorlar. Toza. Abbosxon aka, buni narx-navosini qanaqa qo'yamiz? Endi bitta qo'yamizmi? Hammasi 10 bittasi bir joyga tortadigan akalarga? Bitta joyga tortadigan qo'yamiz, ha. Yo'qsa pulini yengilroq qilib ayting akalar. O'zi 9 qo'yamiz dedi Nodirbek. Aha. Bo'ladigan dangal qilib aytib qo'yavering, bitta tortadigan akalarga. Bitta tortadiganlarga 8,5 million suyuq qo'yib beraveramiz. 8,5 milliondan, ha? Akalar bo'lsa. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 10 bittasini 8,5 dan berib yuboraman deyishyapti akalar. Qo'ydi oldiga kelib ko'raverasizlar. Bular kelasiga pishsa ham o'sha bo'g'ozligini hisobga olib qo'yasizlar akalar. Qo'ylar yirik narsalar hammasi. Tanlab olishga bo'lsa endi gaplashamiz. Tanlab olishga bo'lsa, endi bitta ikkita tanlab olishga bo'lsa kelishaverar ekansizlar. Mana. Akalar ustiga kelib, mana lakasani tashlab berishaveradi, xotirjam kelishaverasizlar. Qirg'iz qo'chqor deb ko'rgan. Jonivor, yemda turgan ekan, ha, mana shunisi ham, ha? Jonivorlar yemda turgan narsa ekan. Akalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, nomerlarini, manzillarini qoldiramiz, raqamlarini. Mana. Ko'p yurgizib ko'rsatyapmiz, oyoq qo'llarini ko'rib olinglar deb. Akalar, mana shu kanalimiz rivojlanish uchun layklaringni ayamaysizlar akalar. Obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Mana shunaqa chorva qo'ylarni doimo qo'yib boramiz.
sizlarga ham manfaat tegib qoladi, xudo xolasa kanalimiz. Mana akalar. Akalar, yo'qosam bugungi mana shu bir partiya qo'yimiz bor ekan xolos. Hammalaringga kun xayrli bo'lsin. Syomkamiz 2026-yil 26-yanvar kuni, dushanba kuni bugun sana. Shu bugun olinyapti akalar. Aloqaga chiqarasizlar bemalol, qo'ylar turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, yo'l qo'yib berilaveradi akalar. Mana shu kanalga obuna bo'lganlarga mana kelishib olganlaringdan keyin so'raverasizlar. Endi bahonchut berasiz deb. Yo'qsa hammalaringga kun xayrli bo'lsin. Biz video syomkalarimiz tugatdik akalar.